Voh, shu ekanda Minecraft dunyosi. Juda ham chiroyli joylar. Hayvonlarni etmasa ham bo'ladi. O, dengiz otlari. Salom kichkina do'stim. Men seni ukeni go'shi bilan urayman. Senga dars bo'lsin. Tushunmadi bo'lsa o'zi kimga qarayapsan? Qayoqqa qarayotganingni taxmin qila olmayman. Bir ikkita hayvonlarni qoldirib, ularni ko'paytirsinmikan? Ularni bir-biriga qo'shiltiraman. Sen iflos maras nimaga simayapsan? Ahmo, senga asboblar kerak. Uni bundan yashaydimi? Birodarga tamlaman, oddiy tovuq bo'lsam. Bola qoch-qochqacha. Mana o'sha tog'ning tepasiga opchiq. Yo, iflos mana ustidan tush. O, sabzi. Narsalarni qurvaman. Nimadir buzaman. Hayvonlarni urvaman. Va tugadi. Birgina qayin daraxtli eshigim qoldi. O, bu eshiging uyga yaxshi tushdi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, uying axlatxonani o'zi. Yaxshi, sen hali ichkarini ko'rmading-am. Ya juda ham qorong'i. Yaxshi, kunlikni ko'rmayotganimiz yaxshi. Mash'ala yoqqaningda tinuvroq ko'rarding. Bilmayman ham. Uyim va narsalarim yonib ketadi deb o'yladim. Juda ham yaxshi. Endi bu qayin daraxtli eshikning chiroyliligini ko'ramiz. Bu men yaxshi ko'rgan narsalarimdan biri. Bitta sanduqni, ikkinchi sanduqni oldiga qo'yamiz. Pam pam pam. Katta sanduq. Hayvonlarni o'ldirish meni juda ham charchatdi. Kravat yasash vaqti keldi. Kravat yasash uchun jun kerak bo'ladi. Senda faqat ikkita bor. Nima? Yana bir ikkita qo'y o'ldir va uxlashga yotaver. O'lganidan keyin ham iflosda meni g'azablantiryapti. Nima? Bu kim bo'lishi mumkin? O'lim deb umid qilaman. Yo'man, borishga tayyorman. Bu zombi. Meni qayin daraxt eshigim. Oh bola, bu sani yakunimiz. Agar 5 minut quchoqlashib tursang, to'g'ri. Oh, rahmat. Men o'zi sal o'tmoqchi edim. Joylardan qimirlamanglar. Yaxshi, biz shu yerda yashaymiz. Mayli, endi xavfsizdir. Menda bir g'oya bor. Qo'y, suveli bola. Ertalabki quyosh chiqishini tomosha qilmaysanmi? Men quyosh chiqishini yoqtiraman. Yaxshi, biz bu skeletga va zombiga g'amxo'rlik qildik. Bu yovuz zombi shunchaki bolasini ovqatlantirayotgan edi. Va menda juda ham ajoyib sandiq va chirgan qo'yni bor. O'sha ahmoq qo'yni ko'rdinglarmi? Men u ahmoq qo'yni qoyadan itarib bordim va uni akasini lavaga sovardim. Va uni go'sht pishib chiqdi. Nihoyat, dam olish vaqti keldi. Faqat kechasi uxlash mumkin. La'nati hazillashmoqsizlarmi? Jiddiy aytmayman, bu oldingi uyingdan ko'ra ancha yaxshi. Dengiz bo'yida bo'lgani juda ham zo'r. Lekin meni qo'shnim jodugar. Karen juda ham ajoyib xonim, tushunarlimi? U ahmoq. Ishonchim komil u jodugarlik qilgan. Do'stim, u oldingi vaqtlari shunaqa bo'lgani. Robrin ruhlarini tashamadi. Hamma ruhlarni yutib yubordi. Zulmat bu sag'asidan qarab turardi. Voh, qara, bu bo'ri. Skeletni suyagini kim olgan edi? Rahmat kattakon. Qo'y, do'stim. Yana bittasi. Xayrli tong, ser. Siz savdoga qiziqasizmi? Savdo qilish uchun hech narsam yo'q. Xo'sh, siz cho'chqamni olishingiz mumkin. Qo'y. Sizda juda ham ajoyib cho'chqa bor ekan. Siz menga dengizda tuzlangan bodringni bering. Sen o'zi nima deyapsan? Bu yana qanaqa qo'pol hazil bo'ldi? Shoshmang. Men lamaga qum tosh qo'ydim. Ehtimol sizni bu qiziqtirar, a? Men bu kelishgan lamani olaman. Janob, uni oilasi bor. Va uni oilasidagi hammasi kelishgan. Bu nima qilganing o'zisan? Sen ikkita itni asrab olding, vallama. Biri to'la hayvonot bog'ini sotmoqsan-da. Hammasi yaxshi. Men qayoq quraman va yangi yerlarni o'rganamiz. Va u yerda katta ferma quramiz. Lamaga bo'rilar hujum qilishyapti. Menimcha hammasi yaxshi. Biz borib kelgunimizgacha bitta joyda tur. Nima? Tashini ter, men ketdim. Bu yerdan chiqib ketolsang ketaver. Nima? Sen haqsan iflos. Bu Kalmarku. Seni shunaqa chaqiraman. Men ismim Brian. Ko'rishguncha Brian. Yaxshi. Bo'lmasa keyingi qismda qolganini ko'ramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz hiyladan chiqmasin va keyingi qismni like bosmasdan chiqib ketmagan, xo'pmi?